Sizda ham shu kabi savollar bo'ladimi? O'zini qabul qilish oson emas. Buni bittada amalga oshirish qiyin. Chunki biz yillar davomida bizga qo'yilgan baholarga asoslanib yashaymiz. Ya'ni turli xil o'zimiz haqimizda atrofdagi insonlardan eshitgan so'zlarimiz bizni go'yoki bahoyimizni belgilaydigandek. Lekin aslida unday emas. Bir kun kelib tushunasan. Sen yetarli eding. Aynan shu holatingda, shu ko'rinishingda eng keragicha va eng to'g'risi edi. Sizda ham aynan shu kabi hissiyotlar o'tadimi? Unda kommentda yozib qoldiring. Kanalimni kuzatib boring. O'ziga bo'lgan sevgini ichki tayanch orqali ushlab qolish. Insonlar bizga qo'ygan bahosi orqali emas. Ichki tayanchni kuchaytirish, o'zini qabul qilish ilmlari aynan mani kanalimda. Kanalimni kuzatish orqali siz endi boshqalarni fikri orqali emas, o'zingizni ichki tayanchingiz orqali o'zingizni qabul qilasiz.